Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan doktor Serdor. Bu videoda ekstrapiramidal sistema va uning anatomiyasi va fiziologiyasi haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Ekstrapiramidal sistemaning asosiy vazifalari nima? Birinchi vazifasi harakatni tanlash, ya'ni kerakli harakatni yuzaga keltirish va keraksiz harakatni bloklash. Ikkinchi vazifasini bajaradi, tonusni boshqarish. Uchinchi vazifalardan birisi avtomatik harakatlarni boshqarish. Ya'ni qo'l yurgan paytda qo'llarning harakatiga o'xshash misollar. To'rtinchi vazifalardan birisi esa ya'ni harakatni dizayni chizish. Masalan, u qanday amplitudada amalga oshadi yoki qanday tezlikda amalga oshishini belgilaydi. Basal, ya'ni ekstrapiramidal sistemaning asosiy tarkibiy qismi nima? Birinchisi bazal ganglia, keyingisi talamik yadrolar, ya'ni ventral anterior, ventral lateral yadrolar, keyingisi miya ustuni yadrolari, ayniqsa substansiya nigra, ya'ni qora modda ekstrapiramidal sistemaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Bazal gangliyaning anatomik tarkibiy qismlariga to'xtalsak, birinchisi kavdat yadrosi, ya'ni kavdat nukleus. Bu dumsimon yoki dumli yadrosi, keyingisi lentiform yadrosi. Bu ikkita tuzilmani o'z ichiga oladi, ya'ni putamen va globus pallidus. Globus pallidus ham ikkita qismdan iborat, interna, eksterna yoki medial, lateral qismlardan iborat. Bular anatomik jihatdan bazal gangliyaning tarkibiy qismi. Bundan tashqari, funksional jihatdan ham u bilan bog'langan tuzilmalar mavjud. Bular subtalamik yadrolar va qora modda. Bular ham bazal gangliyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Mana bu yerda rasmni ko'rishimiz mumkin. Kavdat nukleus, putamen, bu yerda esa pallidus, ya'ni globus pallidus eksterna, interna, subtalamik yadro va substansiya nigra. Bu yerga e'tibor bersak, mana bu yerda putamen joylashgan, bunday joylashgan kavdat nukleus. Bazal gangliyada asosan ikkita yo'l mavjud, ya'ni qaysi harakatni yuzaga keltirish va qaysi harakatni tormozlash shu ikkita yo'l orqali amalga oshadi. Ya'ni bevosita yo'l va bevosita yo'l. Ko'rib chiqsak, bevosita yo'l nima? Bevosita yo'l korteksdan impuls keladi. Striatum, ya'ni striatum bu ikkita tuzilmani o'z ichiga oladi. Kavdat nukleus va putamen ikkalasi birgalikda striatum deb ataladi. Bunga impuls kelgandan keyin bu globus pallidus internani bloklaydi. Natijasida bu bloklangandan keyin bu yerga impuls kelmaydi va talamusdan korteksga musbat, ya'ni harakatni yuzaga chiqarish uchun impuls yuboradi. Bu yo'l bevosita yo'l deb ataladi va bu yerda plus ishoralar glutamat, minus ishoralar esa bloklovchi transmitter, ya'ni gamma aminomoy kislotani bildiradi. Keyingisi bevosita yo'l. Yana yuqoridagidek, masalan, biror bir harakatni bajarayotganimizda boshqa harakatlarni bloklash uchun bevosita yo'ldan foydalaniladi. Masalan, korteksdan impuls keldi striatumga. Bu orqali globus pallidus eksternani bloklaydi. Natijada subtalamik nukleus, ya'ni subtalamik yadro esa bunga, ya'ni globus pallidus internani ishini kuchaytiradi. Masalan, oddiy holatda bitta minus bo'lsa, bu yerda yana bitta minus. Natijada bu harakat amalga oshmaydi. Bu yerda yuzaga keladi bloklanish. Bu bevosita va bilvosita yo'llardan iborat edi. Endi e'tibor berishimiz kerak, takrorlayman yana bir marta.
Plyuslar, ya'ni qo'zg'atuvchi transmitterlar, bular glutamat, minuslar esa bloklovchi, ya'ni gamma aminomoy kislotadan iborat. Masalan, biror bir harakat yuzaga kelishi uchun, masalan, substansiya nigra, ya'ni pars kompakta qismidan striatumga impuls keladi. Unda ikkita dopamin yo'li. Bunda ikkita reseptor mavjud, D1 va D2. D2 bu bloklovchi, D1 esa qo'zg'atuvchi funksiyani bajaradi. Bunda qanday vazifa bajaradi? Bu bilvosita yo'lni bloklaydi va bilvosita yo'lni stimullaydi. Natijada bizda yuzaga keladi biror bir harakatni qilish, ya'ni musbat natija olamiz buning natijasida. Endi Parkinson kasalligida nima yuzaga keladi? Parkinsonda substansiya nigra, ya'ni degeneratsiya uchraganlik hisobiga bu yerda impuls kelmaydi. Natijada bevosita yo'l qo'zg'almaydi va bilvosita yo'lni esa bloklash, to'xtashi hisobiga gipokinetik, ya'ni sindrom kelib chiqadi. Gipokinetik sindromlarga nima kiradi? Akineziya va bradikineziya. Ikkalasining farqi nima? Akineziya bu harakatning yo'qligi. Masalan, Parkinson kasalligida gipomimiya deydi, ya'ni yuz ifodasining nima qilishi, ya'ni ifodalanishi cheklanishi. Keyingisi yurgan paytdagi avtomatik harakatlarning yo'qolishi. Masalan, bo'lishi mumkin, qo'llarni harakatlanmasdan yuradi, ya'ni Parkinson kasalligiga uchragan bemor. Bundan tashqari yana akineziyaga kiradi. Bemorga qandaydir ishni yoki qandaydir harakatni buyurgan paytimiz bemor biroz bir muddat to'xtab turadi. Ya'ni harakat yuzaga kelishi, boshlanishi cheklangan. Bradikineziya nima? Bradikineziya harakatning sekinlanishi va amplitudasining kamayishi. Masalan, yurgan paytda qadamiga e'tibor bersak, qadami kichraygan bo'ladi. Ya'ni amplitudasi kamroq. Keyin yozganda mikrografiya kelib chiqadi. Mikrografiyada ham amplitudasi kamaygan bo'ladi. Bundan tashqari harakatlari sekin bajaradi. Yana tekshirishimiz mumkin. Masalan, bosh barmoq va ko'rsatkich barmog'ini bir-biriga tekis uzoqlashtirib, maksimal uzoqlashtirib va tez-tez harakat bajarishni so'raganimizda bemorning amplitudasi borgan sari kamayib boradi. Bu Parkinsondagi gipokinetik. Bu yerda esa qisqacha patofiziologik mexanizm kelib chiqishi. Keyingisi Huntington kasalligi. Bunda nima kuzatiladi? Bunda striatum, ayniqsa kavdat hujayralarning selektiv, ya'ni bilvosita yo'lni yuzaga chiqaradigan hujayralarning bloklanishi natijasida keraksiz harakatlar yuzaga keladi. Ya'ni giperkinetik sindromlar yoki giperkinetik harakatlar. Barcha harakatlar, ya'ni ikkita bevosita va bilvosita gaz va tormozdan iborat. Qaysidir funksiyasining ishi buzilish natijasida yoki giperkinetik, ya'ni masalan bilvosita yo'lning harakati oshib ketsa, bunda gipokinetik yuzaga keladi. Chunki harakatlar haddan tashqari bloklanish natijasida. Agar nimaning vazifasi, bevosita yo'lning vazifasi oshib ketsa yoki bilvosita zararlanish natijasida esa yuzaga keladi giperkinetik sindromlar, giperkinetik harakatlar. Yana yuzaga kelishi mumkin. Subtalamik yadro zararlanganda yuzaga keladi gemibalismus, yoki xuddi bemor qo'l va bir tomonlama qo'l va oyog'ini nimaga o'xshatadi, ya'ni qushning qanot qoqishiga o'xshagan harakatlanadi deb keltiriladi. Asosan subtalamik yadro zararlanganda. Bu esa Huntingtonda, ya'ni unda kavdatning yadrodagi selektiv
bilvosita yo'lni amalga oshiruvchi hujayralarning degeneratsiyasi natijasida ortiqcha harakatlar yuzaga keladi, ya'ni giperkinetik sindrom. Giperkinetik harakatlarga nimalar kiradi? Xoreyalar kiradi, keyin kiradi distoniyalar, mioklonuslar bo'lsin. Barcha nimalar? Bular giperkinetik sindromlarga kiradi. Keyin yana bitta tushunchalar mavjud. Parapiramidal tizim. Bularga nimalar kiradi? Qizil yadro, retikulyar formatsiya, vestibulyar yadrolar, keyin yuqori tepalik deydi, superior colliculus va intralaminar talamik yadro. Bundan boshlanuvchi yo'llar, rubrospinal yo'l. Qizil yadrodan boshlanuvchi yo'l, o'rta miyadagi. Buning asosiy vazifasi piramidal sistemaga yordam beradi. Qo'l va oyoqlarning bukuvchi mushaklarni innervatsiya qilishi, ya'ni boshqarish hisobiga harakatning silliq bajarishiga yordam beradi. Retikulyar spinal yo'l. Bular retikulyar formatsiyadan boshlanuvchi. Bularning asosiy vazifasi, bular ham avtomatik harakatlar va qo'llarning yozuvchi tarafi. Bundan tashqari yana funksiyasi shundan iboratki, tonusni boshqarish. Yuqoridagi ekstrapiramidal sistema ham retikulyar spinal yo'l ham tonus boshqaradi. Ya'ni ikkalasi birgalikda, ya'ni ularni alohida ajratib o'rganish mumkin emas. Ya'ni ikkalasi bir xil tuzilma deb hisoblasa ham bo'ladi deyarli. Ya'ni shu yerda funksiyasi birlashib ketadi. Vestibulyar spinal yo'l. Bular vazifasi muvozanat saqlash. Keyingisi tektospinal yo'l. Bular asosan bo'yin va bosh mushaklarini innervatsiya qilishi hisobiga, ya'ni eshituv, ya'ni ko'z va tovush va yorug'likka nisbatan boshni o'sha tomonga burish kabi harakatni tektospinal yo'l bajaradi. Ba'zi manbalarda uchratishingiz mumkin. Masalan, qizil yadroni ham ekstrapiramidal sistemaga kiritib ketgan bo'lishi mumkin. Bular har qaysi adabiyotlarda turlicha kelgan. Asosan bizda 3 ta sistema mavjud. Birinchisi piramidal sistema. Bular ixtiyoriy harakatni boshqaradi. Ikkinchisi ekstrapiramidal sistema. Yuqorida aytganimizdek, bevosita va bilvosita yo'llar. Ya'ni bularning vazifasi nima? Bular harakatni tanlash, ya'ni kerakli harakatni yuzaga keltirish, keraksiz harakatni bloklash. Masalan, keraklisi qaysi, keraksizi qaysi? Masalan, biror bir ish bajardik, stoldan stakanni olayotgan paytimizda boshqa harakatlar bloklanib turishi kerak. Masalan, yuz ifodasi bo'lishi mumkin yoki ikkinchi qo'l harakati yoki oyoqlar harakati, boshqa narsalar bloklanib turadi. Asosiy e'tibor shunga qaratilganda. Keyingisi parapiramidal sistema. Parapiramidal tizim. Bularning tarkibi yuqorida aytganimizdek shular, hammasi birgalikda harakatning silliq va aniq bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni barchasi harakat nevrologiyasi yoki harakatning asosiy qismi hisoblanadi. Xo'p, qisqacha to'xtalsak, yana bir marta ikkita yo'l mavjud. Bevosita va bilvosita yo'l. Ikkalasi ham korteksdan boshlanadi. Tushuncha bo'lishi, masalan, bevosita yo'l harakatni musbat ishora, ya'ni harakatni yuzaga keltirsa, bilvosita yo'l esa harakatni bloklaydi, ya'ni manfiy ishoraga olib keladi. Natijada harakat bloklanadi. Bilishimiz kerak, masalan, bevosita yo'l boshlandi, korteksdan boshlandi, striatum, keyin globus palliatus interna va talamus va keyin korteksga yana orqaga qaytadi. Endi bilvosita yo'l striatum, globus palliatus externa, subtalamik yadrolar va globus palliatus interna, keyin talamus, keyin korteks. Ya'ni bu aylanma harakat qo'shimchada bo'lgani uchun bilvosita yo'l deyiladi. Bunda harakat bloklanadi.
Yana takrorlayman. Plyuslar glutamat, manfiy nimalar esa gamma amino moy kislotalar. Ya'ni bu yerdagi ishoralar shuni bildiradi. Hozircha bu videoda o'rin olgan ma'lumotlar shular edi. Keyingi qismlarda patologiyalarni ko'rib chiqamiz. Ekstrapiramidal sistemaga bog'liq bo'lgan patologiyalar. Aytgancha yana bir narsa, sizga duch kelishingiz mumkin. Ekstrapiramidal sistema o'qigan paytingiz striatal tizim va palyatar tizim degan tushunchalar mavjud. Striatal tizim nima? Ya'ni striatum. Bular qabul qiluvchi qism bo'lgani uchun striatum, ya'ni kavdat va putamen birgalikda bular ma'lumotlarni qabul qiladi. Shuning uchun striatal. Endi nimalar? Palyatar sistema. Palyatar sistemaga asosan globus palyatus externa va interna kiritadi. Ya'ni asosan globus palyatus interna orqali axborot chiqadi. Shuning uchun ham ikkisini alohida bo'lib o'rganishimiz mumkin. Palyatar sistema va striatal sistema. Bu neostriatal deb ham keladi. Bu esa palyato-striatal deb ham kelishi mumkin. Ikkalasi ham bir xil nomlar. Masalan, bu palyatar tizim yoki palyato-striatal deb kelishi mumkin. Yuqoridagi esa striatal yoki neostriatal. Ya'ni ikkalasi ham bir xil ma'noni anglatadi.